Ayolini yomonlaydigan siz erkak, ayolingizga siz nima berdingiz? Qayerga bo'lsangiz o'zingizda haqman, menga nohaqlik qilishdi deb faqat ayolni ayblaysiz. Lekin siz yaxshi bo'lsangiz, savolimga javob bering. Yaxshi erkak, ayolingiz uchun nima qildingiz? Ayolingiz uchun nima qilib bermadingiz? O'sha yomon degan ayolingiz sizga farzand hadya qildi. O'sha yomon degan ayolingiz onangizni, otangizni, aka, ukalaringizni xizmatini qildi. O'sha siz yomon degan ayolingiz kechalari borib, to'yxonalarga borib posudalar yuvib, qo'llarini yara holida farzandlarini boqib, ovqat qilib, kir yuvib, ro'zg'orini qildi. O'sha yomon degan ayolingiz siz bilan baravariga ro'zg'origa chakalashdi. Siz yaxshisiz, u ayolingiz yomonmi? Siz yaxshi erkak, qaysi xislatingiz bilan maqtanmoqchisiz? Sanab beringchi, men bir ko'raychi. Ayolingiz uchun nima qilib berdingiz? Urdingiz mehnatini evaziga. So'kdingiz farzandlaringizni onasini. Uyingizni, ro'zg'oringizni butlagan ayolni haqorat qildingiz. Sudlarga berib ajrashdingiz. O'shandayam siz yaxshi erkak, vaqtida alimentini to'lamaysiz. Siz yaxshisiz-da, ha? Ayol yomon-da, ha? Nega boshida yaxshi edi bu ayol? Olayotgan vaqtingizda yaxshi edi bu ayol. Olayotgan vaqtingizda gul edi bu ayol. Endi yomon bo'lib qoldimi? Ba'zi bir insonlarga hayron qolaman-da. Atirgulni uzayotganingizda g'uncha bo'ladi. Olib, u farzandli bo'lgandan keyin, bolalaringizni voyaga yetkazgandan keyin, siz bilan ro'zg'orni baravar qilgandan keyin u atirgul xor bo'ladimi? Siz yaxshisiz-da shunday erkak. Siz yaxshisiz-da shunday erkak. Bolalaringizni xor qilgan, ayolingizni xor qilgan, o'zi pul topib, o'zi non yeyish uchun zor qilgan erkak. Siz yaxshi erkaksizda, ha? Shu yaxshi erkakmi? O'z kunini ko'rgan ayol, bolalarini boqqan ayol, uy-joy qilgan ayol, musofir yurtda yurib, farzandlarini boqqan ayol yana yomonmi? Siz yaxshi xislatlaringizni ko'rsating, erkak.